Qizlar, bugun mani bitta beshliksim amalga oshdi. Look at this. Bu rossiyskiy firma Voice'dan mana shuncha maska. Ichida 30 ta maska bo'ladi. Instagramdan, TikTokdan reklamdan chuqurman tinch qo'ymayotgan edi. Maska taqqaninglarda mamnaqangi xunuk bo'lib turadi. Lekin bu Voice reklamalarda ko'rsatganki, bularni maskasi xuddi sizlarni ikkinchi teringlardek turadi deb. Lekin bularni bir xil videolarni ko'rib даже ozgina oshirib olishgan ham deb o'ylayman. Makiyaj qilishadi, voy nimadir ne to deyishadi. Voy maskam bor edi-ku deb turib maskani olib tashlashadi. Bu narsa menga juda ham bullshit deb tuyulgan. So we have to try it. Такой buchi вообще необычно ochiladi, hozir ko'rsaman. Look at this. Mana buni qaranglar, akkuratniligini. Look at this. Обычный maska, Voice maskasi. Buni ishlatib bo'lganingizdan keyin buni ochib, suyuqligini idishga solib qo'yib, yuzingizni sovrilka qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bu такой regular maska. Now endi buni tekshiramiz. Hello. So guys, look at this. Tak, bizda menimcha bo'ldi, lekin men jumchasini to'kib yubordim. Endi buni sivritka yoki toner qilib ishlatsanglar bo'ladi. Girls, bu mana maskadan keyin yuzim. Just look at this.